Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Ruxsat bersangiz, Nurota tumanida 2025-yilning 2-choragi davomida, umuman yarim yillik davomida yoshlar bilan ishlash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha hisobot bersam. Tumanda yoshlar balansini shakllantirish maqsadida 31 ta mahallalarda xatlov o'tkazilib, 20.990 nafar yoshlarning ro'yxati shakllantirildi. Ularni kasb, hunar va chet tillariga o'rgatish, bandligini ta'minlash hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va manzilli ishlash bo'yicha joriy yilning birinchi yarim yilligi bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Demak, birinchi, yoshlar balansi asosida 235 nafar ishsiz yoshlar bo'yicha mahallalar kesimida fuqarobay yoshlar bandligini ta'minlash dasturlari ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Yoshlar bandligi dasturlaridan kelib chiqib, birinchi chorak davomida 197 nafar ishsiz yoshlarning bandligi ta'minlangan. Shundan 130 nafari doimiy ishlarga joylashtirildi, ish joylari legallashtirildi, 5 nafari kasblarga o'qitildi, 42 nafarga 805 million so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratildi. 13 nafari harbiy xizmatga jo'natildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 129 nafar yoshlarga yoshlar daftari orqali 472 million so'mlik ijtimoiy iqtisodiy yordamlar ko'rsatildi. Xorijdagi yoshlar bilan ishlash yuzasidan tumanda 427 nafar yoshlar o'qish, ishlash hamda boshqa masalalarda xorijda bo'lganligi, ushbu yoshlarning 28 nafari Amerika davlatida, 1 nafari Birlashgan Arab Amirliklarida, 13 nafari Turkiyada, 23 nafari Koreya davlatida, 2 nafari Yaponiyada, 2 nafari Xitoy, 330 nafari Rossiya davlatida, 14 nafari Qozog'iston, 2 nafari Germaniya, 10 nafari boshqa davlatlarda faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, ushbu yoshlarning 41 nafari hozirgi kunda qaytib kelgan va ushbu xorijdan qaytgan yoshlarning 40 nafarining bandligi ta'minlanishga erishildi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida yoshlar yetakchilari tomonidan mahallarimizda 337 tadan ortiq tadbirlar o'tkazilib, 3700 ming nafardan ortiq yoshlar ushbu tadbirlarga qamrovi ta'minlandi. Bundan tashqari, tumanning har bir mahallasidan harbiy xizmatga borish istagidagi 5 nafardan yoshlarning ro'yxatlari shakllantirib, 120 nafar yoshlar muddatli harbiy xizmatga jalb etildi. Yoshlar orasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish yo'nalishida joriy yilning o'sha o'tgan davri mobaynida 6 ta jinoyatlar sodir etilgan. Bu Nurota tumanida 2025-yilning o'tgan davri davomida huquqni muhofaza qiluvchi davlat idoralarining tumanlardagi mutasaddi soha vakillari bilan hamkorlikda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, ular o'rtasida huquqbuzarlikni oldini olishga qaratilgan jami 12 ta loyiha va tadbirlar amalga oshirilib, ularda 1000 dan nafar yoshlar qamrab olindi. Yoshlarni mavjud muammolarni hal etish, ularga amaliy ko'mak ko'rsatish maqsadida tuman hokimligi tomonidan tumanda yanvar-iyun oylarida mahallalar va xorijlardagi 469 nafar yoshlar ishtirokida 18 ta uchrashuvlar tashkil etildi. Uchrashuvlarda yoshlar tomonidan rahbarlarga 4 ta yo'nalishda bandlik, ijtimoiy, maishiy muammolar hamda taklif va tashabbuslarda 19 ta muammolar ko'tarilib, shu kunga qadar ularning 84% hal etildi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida jami 4 ta ko'ngilochar obyektlar, kafe, bar, diskoteka, bitta yoshlar sayrgohlari va 2 ta yoshlar ijod ko'chalarida tashkil etilgan tanlov va musobaqalarda jami 8000 dan oshiqroq yoshlar ishtiroki ta'minlandi. Shuningdek, tumandagi madaniyat markazi va istirohat bog'larida har kuni kino namoyishi, yoshlar oqshomi, gala konsert, diskoteka va ko'ngil ochar musobaqalar tashkil etilib, bugungi kunga qadar mana shu tadbirlarimizga 7000 dan oshiqroq yoshlarning qamrovi ta'minlandi. Bugungacha bo'lgan ma'lumotlarim, qisqacha ma'lumotlarim shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.